Zamonaviy dunyoda kosmetologiya nafaqat go'zallik, balki ilm-fan va tibbiyotni o'zida mujassam etgan muhim sohalardan biriga aylanmoqda. Inson, ayniqsa ayollar go'zalligini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan bu yo'nalish jadal rivojlanib, zamonaviy talablarga javob bermoqda. Kosmetologiya sohasidagi yutuqlar tashqi ko'rinishni yaxshilash bilan birga insonning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish va ruhiy holatini barqarorlashtirishda ham katta rol o'ynaydi. Nukus shahrida faoliyat yuritayotgan Essima o'quv markazi va kosmetologiya akademiyasi aynan shunday keng imkoniyatlarni taqdim etmoqda. Akademiya asoschisi tajribali vrach-dermatokosmetolog Simbat Asonova 15 yildan ortiq professional tajribaga ega. U 1999-2006 yillarda Toshkent pediatriya tibbiyot instituti Nukus filialida tahsil olgan. Keyinchalik Toshkentda klinik ordinaturani tugatib, inyeksiyali kosmetologiya sohasiga ixtisoslashgan. Simbat Asonovaning tashabbusi va mablag'i hisobiga Qoraqalpog'istonda kosmetologiya sohasini rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan Essima o'quv markazi ko'plab ayol qizlarga ushbu sohaning sir-asrorlarini o'rganishga yordam bermoqda. Qoraqalpog'istonlik ayol qizlarga akademiyadagi o'quv kurslari haqida to'liq tushuncha berish maqsadida 19-iyul kuni bepul dars tashkil etildi. Ushbu tadbirda ayol qizlarga qanday qilib shaxsiy kasb egasi bo'lishi, o'quv markazida o'qisa davlat namunasidagi diplom berilishi va shu diplom bilan bemalol ishlab keta olishi haqida batafsil ma'lumot berildi. Ko'pchilik ayol qizlar kosmetologiya sohasida yetarli tushunchaga ega emasligi sababli Essima akademiyasiga kelib, ishonchli va sifatli ta'lim olishlari mumkinligi haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Егер де сіз нөлден косметолог болғыңыз келсе, һәм осындай сертифицированный диплом алғыңыз келсе, Essima академиясында таза қабылдау басланды. Хаял қызларымызды еледе көзал қылғыңыз келсе, һәм өздеріңіз осы кәсіпті, косметология кәсібін үйреніп, жеке жұмыс баслағыңыз келсе, сіздерді Essima косметологияда күтіп қаламыз. Seminar davomida kosmetologiya sohasiga qiziquvchi qizlarga ushbu kasb haqida, yuz va teri parvarishi bo'yicha zarur tushunchalar berilib, shaxsiy biznesni boshlash bo'yicha qimmatli tavsiyalar berildi. Essima kosmetologiyasында бүгін бейпул сабақ өткеріліп жатырды. Бұл сабағымыз косметология тарауына қызығушы қызларымызға арналған сабағымыз. Бұл Қарақалпақстанда біріншілерден болып косметология тарауын кіргізіп келген доктор Асанова Сымбат бүгін бейпул сабағын өткеріп жатырды. Бұдан мақсатымыз біздерде косметология тарауға қызығушы әрбір қызымызға, хаял қызымызға толық түсінік алып бару һәм сол тарау бойынша жеке жұмыс, жеке кәсіп иесі болу хақында толық мағлұмат беріп жатырмыз. Біздерде академиямызда егер кім-де-кім қызығушы қызларымыз оқып білім алса, біздерде мемлекеттік диплом беріледі. Сол дипломменен сіздер әрқайын жұмыс істеп кете аласыз. Жеке кәсіп иесі бола аласыз. Егер кім-де-кім қызларымыз қызықса, осы академиямызға мұрат етіп қаламыз. Мен осы академияда оқып білім алғанмын һәм осы жерде 6 жыл давамында жұмыс істеп жатырмын. Һәм еңісті оқуымызға мұрат етіп қаламыз. Essima o'quv kurslarida kosmetologiya bo'yicha ilmiy yangiliklar va zamonaviy usullar haqida ma'lumot berilib, ishsiz ayollarning bandligini ta'minlash, ularning daromadini oshirishga ham yordam beriladi. Markazda yangi avlod kosmetologlarni tayyorlashga alohida e'tibor qaratiladi. Kosmetologiya sohasiga qiziquvchi qizlar uchun maxsus o'quv dasturlari ishlab chiqilgan bo'lib, seminarlar va o'quv kurslari davomida tinglovchilar nafaqat nazariy bilimga, balki amaliyotga oid ko'nikmalarga ham ega bo'ladilar. Ushbu zamonaviy yuqori darajadagi o'quv kurslarida sifatli ta'lim, ilg'or texnologiyalar, amaliyotga yo'naltirilgan dasturlar orqali ishtirokchilar professional mutaxassisga aylanadilar. Mine bugun doktor Simbattың bepul sabағына келіп қатынастым. Докторды мен көп уақыттан бері Instagram'dan күзететін едім. Келгім келетін еді, бірақ келгім келгенмен еш келуіме имканият табылмай жүріп едім. Бүгін келдім. Һәм доктор Сымбаттың өзіме ұшырастым. Живой сабағында қатынастым. Һәм өзіме керек информацияларды керегінен артық алдым. Бүткіл осы Қарақалпақстандағы қызлардың һәммесін Essima академиясына келіп, тәжірибе алмасып, өздерін қызықтырған сұрауларменен доктор Сымбатпенен сәубет алуын маслихат етіп қаламын. Себебі мен ойлағаннан да тысқары зор сұрау жауаплар болды. Һәм меңісті осы Essima академиясына шақырып қаламын. Doktor Simbat Asonovaning Essima akademiya o'quv markazi kosmetologiya sohasida o'z o'rnini topmoqchi bo'lgan har bir ayol qizni taklif etadi. Bu yerda siz nafaqat bilim va ko'nikmalarga ega bo'lasiz, balki kelajakda muvaffaqiyatli karyera qurish uchun mustahkam poydevor yaratasiz.
получила диплом международный. Сейчас в данный момент в городе Тахиаташе я открыла свой косметологический кабинет. Всем молодым девушкам, женщинам советую доктор Сымбат отучиться у нее, чтобы сделать мир красивыми и девушек сделать красивыми.